Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimizi başlayımız. Liksiyede Sedaqadir Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış kemeğinizi görme birinci yıl 12. ayının 6. günü hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu toxtulduğan bolsaq, ətidən başlap 9. gündən başlap Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden çaqırğan xalqarayığın demokratiya və demokratik dövlətlər yuqur dərəcəliklər yığını çaqırılışının harpisi desək buludur. Məşındaq vaxtı Cungo Kompartiyası dünyada birdən-bir demokratik dövlət Cungo degan məşındaq bir səpsətəni götürüb çıxdı. Enin eğer, nemişki eğer deseniz, bu yığınğı Cungo emas. Tarixdeki Cunhua Mingo bugünkü Prezident Tsai Ing-wen'nin Tayvan'ı bu yığınğı çağırıldı. Cungo Kompartiyası rəhbərlik idi ki, hakimiyet, siyasi hakimiyet bu yığının, devlet bu yığının sırtı qeqib çıxırıldı. Çataq mənə müşahidə edəmə. Bu azapkı Cungo'luklar çıdımığandan keyin ahir orunda qopup neme dedi? Cungo dünyada birden-bir demokratik devlet dedi. Bazı şunun münasebetlik leksiyelerini sözleyimiz. Ahirida kişinin ko'nglini bir aram qiladigan bir xabar va uni vatandaşlarga topshiramiz. O leksiyani topshirib bo'lgandan keyin vatandaşlar bilan muhokama tariqasidagi vaziyatga aloqador muhokama tariqasi shundaqli Uyg'urning bugungi ahvoli va Uyg'ur ahvoliga qarta munosabatlik Uyg'urning chet ellardagi faoliyatlari. Bu to'g'rida qisqacha muhokama olib boramiz, hurmatli vatandosh. Başdaki mavzumunda diqqat qilasiz. Yer shari demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini chaqirib, Prezident Joe Biden demokratiyanın toplanish signalini çaldı. Mavzulu xabar 12. ayının 4. günü Amerika ovozinin Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington 12. ayının 9. gündən 10. günügacha 110 davlatning hukumatları, fuqarolar jamiyati və savdo sanoat sohasi rahbarlari birlikdə qatnashadigan Prezident Joe Biden riyosatchilik qiladigan demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini chaqirildi. Bu qatimqi yig'inning chaqirilish orqa ko'rinishi yer shari bo'yicha demokratiya chekinish paydo bo'ldi. Demokratiyada chekinishda paydo bo'ldi. Mustabidizm cho'ng qadam tashlab, qadamlab keldi. Cungo va Rossiya bu yig'inning qonunliq yig'in ekanligidan gumonlandi. Amerikaning davlat ichidimi bu yig'inning unumli bo'lishidan gumonlanadiganlar paydo bo'ldi. Lekin tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Masala hal qilishga nisbatan aytganda bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'ini Prezident Joe Biden hukumatining demokratik davlatda to'planishga signal çalğanlığı bo'lib, demokratik davlatlarni hozirgi zamon xristianlarga jiddiy qarashga chaqiriq qilib, xristian o'rtaq taqobil turadigan yig'in bo'ladi. Ular yana mundaq deyishdi, demokratiya va demokratiya ishlari uchun kurash qilayotgan davlatlar va shaxslar uchun aytganda demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini ilhom berish rolini o'ynaydigan yig'indir. Prezident Joe Biden demokratik davlatlarni to'planishga signal chaldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining axborotiga asoslanganda demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini demokratiyani gullantirish kun tartibini o'ttirg'a qo'ydi. Hamda kollektiv harakat orqali zamonimizda demokratik davlatlar duch kelgan tahdidlarga taqobil turdi. Yığın qatnaşqan rəhbərlər siyasi səhni bilən təminləydi.
ularning davlatchi va sirtida demokratiyani qo'g'dash, kishilik huquq uchun kurash qilgan shaxs va kollektivga va'da berdi va islohot tashabbuslarida e'lon qildi. Amerika Davlat Mahkemesi Xalqaro tashkilot ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Alison Lamfordo 12 ayning 1-kuni Washington bilim xazinasida mundaq ko'rsatdi. Yuqoridagilar yig'ini Amerikaning qat'iy irodasini aks ettirdi. Ya'ni dunyoda intayin jiddiy va tahirsiz xiristlarga taqobil turish. Bunun uchun demokratik davlatlar ittifoqlashishi kerak. O'rtaq uyg'unib birlikda ish qilishi kerak. Birlikda harakat qilishi kerak.